Assalomu alaykum. Ustachilikning eng yoqimli lahzalaridan bittasi bu obyekt topshirib berish. Bu jarayonda biz hozir malak ishlarni to'liq bajarganmiz. Bitta ahamiyat bersanglar, rostdan ham minimalizm. Devorda ortiqcha ramkalar yo'q, patlokda ham ortiqcha figuralar yo'q. Tekis. Ish jarayoni juda ham mehnatli bo'ldi. Devor va shiftlarimizda biz Caparol brendi ostidagi Top Latex 2 nomli emulsiyani ishlatganmiz. Patlokimiz oq bo'ldi. Devorimizga Palazzo 30 nomli rangni ishlatdik. Hozir biz ikkinchi qavatdamizda va bu yerda ahamiyat berishingiz mumkin o'sha rang, lekin ranglar soya va yorug'lik tushayotganda xonalarda ikki xil ko'rinish beryapti. O'ng qo'ldagi xonamizda chiroqlar va tabiiy yorug'lik tushib turgani uchun xonamiz ochiq rangda, chap qo'ldagi xonamizda esa xuddi svet, lekin tabiiy rang boshqa narsa tushayotganligi uchun rangimiz to'qroq ko'rinyapti. Lekin rangimiz bitta, xuddi o'sha Caparol Top Latex Palazzo 30. Sifatli ish sifatli mahsulotga ham bog'liq. Agar sizlarga ham shunday sifatli Caparol brendi ostidagi kraskalar kerak bo'lsa va sifatli usta xizmat kerak bo'lsa, video tagidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.